Hozirda ayrim shifokor olimlar sayohat qilish juda ko'p kasalliklarga davo ekanligi haqida gapirishyapti. Faqat sanatoriyda dam olish emas, aynan sayohat. Oyoqqa krossovkani kiyib, ryukzachokni taqib sayohatga chiqishni. Shvetsariya buni praktikada qo'llayotgan birinchi davlatlardan. U yerda vrachlar kasallarga dorilar o'rniga sayohat tavsiya qilishadi. Bu quruq gap emas, bu fakt. Chunki sayohat paytida insonning atrofidagi muhit va uning kun tartibi o'zgaradi. Yangicha fikrlay boshlaydi, yangi informatsiyalarni qabul qiladi, ko'zlari ko'proq chiroyli tabiatni, suvlarni, dalalarni, daraxtlarni ko'radi. Toza havo bilan, tabiat bilan muloqot qiladi. Natijada stress kamayadi, asab tizimi tinchlanadi, miya dam oladi. Organizmga aynan ana shunaqa perezagruzka sog'lom bo'lish uchun juda muhim.